Assalomu alaykum. Avvalambor sizni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan chin dildan muborakbod etamiz. Siz mana shu yerda o'qib boryapsiz. Siz uchun harbiylik kasbining ahamiyati qanday? Men uchun harbiylik kasbining ahamiyati juda ham katta. Men harbiylik kasbi deganda o'zi O'zbekiston davlatini bor vujudim bilan himoya qilish, O'zbekiston uchun jonimni ham fido qilishga, vatanimizni bor kuchimiz bilan himoyalashni tushunaman. Rahmat. Harbiy sohada o'qishingizga kim sababchi bo'lgan? Men yoshligimda harbiylikka qiziqqanman va bu harbiy maktabga kelganman. Bu harbiy maktabga kelishimga onajonim sababchi. Harbiy maktab hayoti haqida nimalar deya olasiz? Biz Everest Surxon harbiy sport guruhlari har kuni soat 6:00 da uyg'onamiz. 6:30 gacha badan tabiiy mashg'ulotlar bo'lib o'tadi. 7:30 da ertalabki nonushta bo'lib o'tadi. Nonushta tugagandan so'ng 8:00 da ertalabki darslar boshlanadi va 1:00 da tushlikdan so'ng esa obeddan so'ng bizni to'garaklarimiz ham bo'lib o'tadi. To'garakdan so'ng esa biz MMA sport turi bilan ham shug'ullanamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan kichik davra suhbati o'tkazganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyingi o'qishlaringizda rivoj va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami muborak bo'lsin. Rahmat.